Bizning Anilanus kanalimiz homiyi bo'ling va sizning loyihalaringiz bizning videolarda namoyish etiladi. Diqqat! Bu video material faqat ko'ngil ochish uchun mo'ljallangan. Biz kimnidir yoki nimanidir haqorat qilmoqchi emasmiz. O'zbek tilidagi animatsiya va dublyaj muallifi hech kimni yoki hech narsani targ'ib qilmaydi. Bu shunchaki animatsiya. Ushbu video boshlanishidan oldin kanalga obuna bo'lishni unutmang. Shuningdek, o'z layklaringizni ham bosing. Bu siz uchun qiyin emas-ku. Biz uchun esa yoqimli. Barchangizga maroqli tomosha tilaymiz. Men qochishim kerak. Yer sayyorasiga ulkan olovli shar kelyapti. Xo'sh, bu haykallar yashab qolishim mumkin bo'lgan ajoyib sivilizatsiyalarga olib boradi. Xo'sh, menimcha Groxni sivilizatsiyasi ajoyib bo'ladi. Xo'sh, menimcha endi xavfsizlikdaman. Bu yerda nima nido bo'lishi mumkin? Xo'sh, menimcha bu yerda hech kim meni asabimni buzmaydi. Grox bir necha yildan beri bizni ruhan itaryapti. Hali sal ham itaradi. Короче, pashol nahil. Yo, bu nima bo'pti? Nima? Hukmdorga bo'ysuning? Bo'lishi mumkin emas. Mayli, mashit o'tiraychi. Hammangizga bu yerga kelganingiz uchun rahmat. Eng avvalo men hukmdor Groxga rahmat aytaman. Nima, bu hazilmi? Bu dalboyibga kim ham ta'zim qilardi? Nimaga menga bunday qilyapsizlar? Nima, bir narsani xato aytdimmi? O'zingni deb o'ylayapsan. O'ldiringlar uni. Davay, og'ziga berish kerak. Yaxshi, bila, bu qanaqa xunuk haykal? Sen hozir meni o'g'limni haykalini yomonladingmi? Yo'q, shunchaki hazillashgandim. O'zingni shu darajada zo'rman deb bilasanmi? Ko'tingni qisib yur, qarochi, tushundingmi? Men o'zimga katta muammolarni olamayman, shuning uchun san'at asarliklarini ko'tinglarga tiqaman. Xo'sh, endi nima qilaman? Kechirasan, senda biroz pul yo'qmi? Meni ikkita xotinim, to'rtta bolam. Bu yoqqa kel, menga pul kerak. Qishloq maktabi? Men har doim bir narsa o'rganishni xohlardim. Voy, sen kech qolding. Kechirasiz. Qarochi darsdan keyin qolasan. Xo'sh, bolalar, bugun test ishlaysizlar. Agar o't olmasanglar, ko'tinglarga tiqaman. Xo'sh, kelaman. Bila, bu ishni juda yomon ko'raman. Testda omad. Senga ham omad, tupoy. Nima qildim? Mayli, fikrni jamlaymiz. Xo'sh, birinchi savol. Grox hukmdormi? Pashol naxuy. 69 ga 420 ni qo'shsang, men qat'an bilaman, menimcha 500. Og'zingni yopib test ishlasak olasanmi? Edi naxuy. Xo'sh, agar sen 100 ta zumra to'plasang, Groxga qanchasini berasan? 0 albatta, 100%. Bu juda oson test edi. Mana oling. Sen testni ishlamading, endi jazo olasan. Nima? Yana qanaqa jazo? Groxni qishlog'i ajoyib edi, lekin endi ketishim kerak. Juniorsan, yaqinda Groxni soliq mavsumi menda bir tiyin ham yo'q. Menga po'qoy. Qo'y, to'xta, ko'tingni qis. Mana qishlog'imda nima qilyapsan? Bilasanmi, hozir ketmoqchi edim. Yo'q, bratan, endi sen ketolmaysan. Sen umrbod menga ishlaysan. Nima? Seningcha men Jitelga o'xshaymanmi? Qo'y, combat block, rechakni bos. Nimalar bo'lyapti? Bu nima? Xo'sh, sen qiladigan yagona narsa bu shartnomaga qo'l qo'yish. O'qib chiqsam bo'ladimi? Albatta, yo'q. Yaxshi, hammasi joyida. Yaqinda soliq mavsumi, shuning uchun tezroq harakat qil. Men senga ishonmayman. Juniorson, hozir nima bo'ldi? Men o'zi pullarni qat'a olaman. Qo'y, bratan, pullarni qat'a oladilar. Ortimda yuring, hozir ko'rsataman. Mana mashqqa kelib turasiz, soqqon olasiz. Bular nima, izdevasiya qilyapsanmi? Menimcha mana shu yerda soliq uchun pullarni topa olaman. Va biz qishloq shaxtasida ishlash uchun keldik jonidan. Xo'sh, ishlashni boshladik. Bilasizmi, men butun umrim davomida hech qachon qishloq quli bo'laman deb o'ylamagandim. Juniorson, boshqa sivilizatsiyani tanlash kerak edi. Xo'sh, menimcha yetarlicha resurslarni to'pladim. Voy, Juniorson, buncha ko'p jetellar, men buncha bo'ladi deb o'ylamagandim. Xo'sh, ishlashni davom etamiz. Bila, ana u jetelda qattan pistolet kelib qoldi. Menda bitta ideya bor. Xo'sh, Jetel, o'zingda bor barcha narsani ber, bo'lmasa seni mana shu kirka bilan o'ldiraman. Iltimos, bunday qilma. Yo'q, qanday sen o'zi nima qilayotganingni bilasanmi? Talonchilik. Sen hozir Groxni shartnomasiga imzo qo'yganmisan? Bila, u oxiri o'qishga ham bermadi. Qarochi, bu qonunga zid. O'zingda bor barcha boyliklarni ber, bo'lmasa seni hibsga olaman. Lekin boshqa talonchilarchi? Ularga tupurganman. Aytgancha kirkangni ham ber. Juniorson, hech narsam qolmadi. Qanchalar charchadim. Endi nima qilaman? To'xtachi, menda bir g'oya bor. Yaxshi, men uni sekingina o'g'irlayman. Xo'sh, ishlab bo'lgan ekanman, endi uxlash vaqti. Yo'q, axir bugun soliqlarni to'lash kuni. Xo'sh, tejash uchun bir ikkitasini yashirib qo'yishga to'g'ri keladi.
Qani keting, soliqlarni olish kuni keldi. Ko'ramiz ular. Yaxshi, menimcha Grox meni o'ldirmaydi. Xo'sh, qani ko'raylikchi. Uni rostdan ham o'ldirdi. Yo'q, u meni yonimga kelyapti. Qani tezroq tushamiz, o'zimdan bossaman, oddiy tutamiz. Salom Grox, yaxshimisan? Hammasi joyida. Hozir qanaqa mas'ulligini bilasan. Qani chiqar. Albatta janob, mana hammasini yig'ib qo'ydim. Xo'sh, yaxshi bolakay, bu hammasimi? Kelchi o'yingni ko'ramiz. Albatta, sizdan nimani yashiraman? Agar yashiringan pullarni topsang, seni o'ldiramiz. Xo'sh, hammasi toza. Elementaringda hech narsa yo'q-a? Ha, albatta yo'q. Tushunarli, men har kuni soliqlarni olishga kelaman. Mayli, ko'rishguncha og'ayni. Marhamat, ketishingiz mumkin. Yo'q, u men tunaga yigit oldiga boryapti. Qani ketdik, meni pullarim ko'p. Salom janob Grox. Mana soliqlarni hammasi tayyor. Yo'q, siz ish olmaysiz, meni o'g'irlashibdi. Tamom bo'ldi. Sen menga hurmatsizlik qilding. Yo'q, Grox, aytib-ku, meni tunashibdi. Bu yo'q. Yo'q, u rostdan ham bu ishni qildi. Xo'sh, mayli, endi yangi mavsumni boshlaymiz. Grox, qandaysan, qurbaqajon? Qani o'zingni borni chiqar. Albatta janob Grox, mana oling. Barakalla qurbaqajon. Bu yerda nima bo'lyapti? Kirko uchun rahmat, keyinroq yana uchrashamiz. Salom, sen nima sotasan? Qarachi, men kirkalar sotaman. Ular qimmat-ku. Menga po'xo'y. Birodar, orqangda otang sut bilan turibdi. Nima? Qani, rostdanmi? Qarachi, pashol naxuy. Bu juda oson edi. Bu kirka naqadar ajoyib. Bratan, rostdan ham shu kirkaga pul yig'dingmi? Albatta, ko'p ishlashga to'g'ri keldi. Yaxshi, hammasi yaxshi ketyapti. Mani sevimli jetelim-ku. Bilasizmi, men ko'p pul ishlab topdim, shuning uchun. Maol, oilangcha ishlatasan. Yo'q, rostdanmi, rahmat. Salom. Bu senmisan? Bu aniq men emasman, bila. Qarachi, 15 sutka tiqilding. Mayli, menda bor hamma narsani ol, keyinroq yana ishlab toparman. Qarachi, pashol naxuy. Voy jallo, shu darajada to'pol odamni ko'rmagandim. Men hatto bir narsa deyishim ham kerak emas. Qurbaqajon, shakarsan, shakar. Mayli, endi biroz dam olaman. To'xta. Nimalar qilyapsan? To'xta. U aniq meni o'marmoqchi. Yo'q. Faqat hech narsani o'g'irlama, bu yoqqa kel. Nimalar qilyapsan? Meni hech qachon tuta olmaysan. Senga 1-2 kun oldin pul bergandim-ku. Nimalar qilyapsan? Bratan, nima, ishdan kelamayaptimi? Boshqa jetellarni uyini o'marishda ahvoli shu. Junurson, meni invertorimda ham hech narsa yo'q. Bratan, nimalar qilyapsan? Qattan bedroqni topding. Voy jala. Bratan, 2 soatdan beri urushib yuribmiz. Men narsalarini qaytarib ber. Nimalar bo'lyapti? Nima uchun sen bu bechorani pullarini olmoqchisan? Yo'q, Bratan, u meni pullarini olib qochdi. Iltimos, menga ishon. Bilasanmi, menga po'xo'y, surbotdan. Nima, hazillashyapsizlarmi? Tushunmayapman. Hozir bu dalboyob bilan shug'ullanamiz. Nima, u bu yerda yashaydimi? Xo'sh, tekshirib ko'ramiz. Shu yertamisan? Bu nima? Uni qandaydir sirli joy bormi? Mayli, kirachi. Voy jallod! Bu nima edi? Bu kun juda og'ir kun bo'ldi. Nima, bu axir o'sha bomchku? Nima, u boymi? Bo'lishi mumkin emas. Bomsh, bu yerda nima bo'lyapti? To'xta, meni qanday topding? Men seni mana shu haykalni orqasiga berkinganingni ko'rdim. Billa, pizdes boysan-ku? Men juda boyman. Qanday qilib bu darajaga erishding? Bilasanmi, men bu darajaga erish uchun juda ko'p yillar sadaqa so'radim. Senga hali erta. Yo'q, naqadar aqllisan, a? To'xta, agar bomsh bo'lmasang, Grox senga soliq to'latadimi? U mendan faqatgina bitta dona zumrad oladi, chunki meni bomsh deb o'ylaydi. Sen bu pullarni nima qilmoqchisan? Bunisini bilmadim-ku, lekin sen agar Groxning shartnomasi bilan tanishgan bo'lsang, darajangni oshira olasan. Nima? Qanaqa daraja? Menga batafsilroq aytib ber. Hammasi Groxni yoqtirgan jeteli bo'lishdan boshlanadi. Shundan keyin sen rankingni ko'tara olasan. Tushunarli. Demak, bu unvonga o'xshaydigan narsa.
Agar sen har doim katta summada soliq to'lasang, seni ikkinchi darajaga ko'tarishadi. Ya'ni soliq yig'uvchi. Sen boshqa qishloqlarga borasan va Grox uchun soliqlarni yig'asan. Ha, qani menga pullarni ber. Birinchi darajali jitel. Yo, men endi soliq yig'uvchiman. Yana bitta unvon bor. Ular o'zlarini askar deb atashadi. Ularga soliq to'lash shart emas. Tushunarli. Men tezroq rangimni ko'tarishim kerak. Sen bu pullarni nima qilmoqchisan? Juniorsan, soliq vaqti bo'ladi hozir. Bratan, menga biroz resurslar bera olasanmi? Katta rahmat, bratan. Mayli, endi ketamiz. Qani tezroq. Shunchaki suvga sakra. Mayli, reja haqida keyinroq gaplashamiz. Xayr. Yaxshi, men o'sha boboydan anchagina pul oldim. Juniorsan, Grox meni uyimda. Xudoyim, Grox. Kechikkanim uchun uzr, janob Grox. Bratan, qatla deding. Janob, men siz uchun pul yig'ib yurgandim. Mana ko'ring. Bratan, bularni qayerdan olding? O'zimning bog'ini surishtirmang. Bilasanmi nima? Sani lavozimingni oshiraman. Nima? Yaxshi qurbaqajon, kelsang nima qilishimizni aytaman. Biz boshqa qishloqlarga borib Grox uchun soliq yig'amiz va kunning oxirida uni Groxga beramiz. Agar bu ishni qilmasak, bizni ko'timizga tiqishadi. Yaxshi, bu menga yoqyapti. Bu biz birinchi bo'lib soliqni yig'ib oladigan qishloq. Birinchi uni yaxshilab kuzatib ol. Yaxshi, ko'rdim. Bu juda oson. Keling tezroq boshlaymiz. Qo'y, menga qurol o'qitalma. Men seni instruktoringman. Uzr. Qara, senga birinchi bo'lib nima qilishni ko'rsataman. Qo'y, eshikni och, hozir soliq mas'uli. Xudoyim, mana. Va biz shunchaki soliqni olamiz va davom etamiz. Bu oddiy. Yaxshi, yana bormi? Keyingi uy bilan sen shug'ullanasan. Qani ketdik. Qo'y, qani tezroq eshikni och. Hozir soliq mavsumi. Mana, oling. Qani bera qol. Xo'sh, yoqdimi? Qurbaqajon, bu men ko'rganlar orasida eng zo'r edi. Xo'sh, keyingi qishloq. Qo'y, eshikni och. Hozir soliq mavsumi. Mana oling, meni soliqlarim. Men juda ham ko'p ishladim. Yaxshi. Xo'sh, keyingisi. Qo'y, eshikni och. Hozir soliq mavsumi. Yaxshi. Mana ol soliqlarimni. Bu yil soliq yaxshi bo'lyapti. Qo'y, menga soliq yig'uvchi bo'lish yoqyapti. Eshikni och. Hammasini chiqar. Qandaysan, bratan? Iltimos, meni kechiring, bu menda bor yagona narsa. Pashol nafis. Yaxshi, keyingi uy. Mana, oling, bu mening soliqlarim. Va shuni aytmoqchimanki, qaytganingiz bilan janob Anilan Us. Qarochi omuna bo'linglar. Hammasini Groxga berish vaqti keldi. Qani olib kelinglar hamma soliqlarni. Marhamat, janob Grox. Grox, men siz uchun shuncha narsa olib keldim. Qarang, ish kuni tugadi. Endi kech tushishini kutamiz. Qiziq, nima qilsam ekan? Bu sensan-ku. Nima? Endi sen soliq yig'uvchimisan? Shunday desa ham bo'ladi. Sen har doim mening yaxshi o'quvchim bo'lgansan. Seni omadli bo'lishingga biladim. Sen menga yoqmaysan deganing-ku. Qarochi, sen hamma imtihonlarni hech qanday imtihonsiz yengding. Barakalla. Marosim-ku. Shu yerda o'tirishni xohlayman. Xudoyim, bu soliq yig'uvchi-ku. Billa, zaybar qildinglar, qarochi. Men o'shaman. Meni hurmat qilinglar. Bo'lmasa ko'tinglarga tiqaman. Sahnaga chiqib bir nima deyishni xohlamaysizmi? Albatta xohlayman. Hammangizga Groxga bo'ysunayotganingiz uchun rahmat. Umid qilamanki, kelajakda menga bo'ysunasiz. Xo'sh, yana ozgina vaqt qoldi. To'xta, ular nima haqida gaplashyapti? Endi o'zicha zo'rlarda. Baribir biz sendan zo'rmiz. Yo'q, naxoy nima qila olasalar, vojalar. Mana qanday qilib o'sha uysiz boboy pullarni oladi ekan. Katta rahmat senga pulli odam. Men seni mehnatingni qadrlayman. Mayli, keyinroq u bilan bu haqda gaplashaman. Qo'y, birodar, sen o'sha qurbaqaga ishonasanmi? U juda katta tezlikda o'z reytingini ko'tarib oldi. Men unga ishonmayman. Hammasi joyida. Uysiz bazaga boryapti. Hech kimga bildirmasdan borish kerak. Qani tezroq. Jinursen, qanday qilib buni payqamadi-ya? Qani tezroq. Xo'sh, o'ylashimcha hammasi yaxshi. Xo'sh, boboy, tayyormisan? Men rejamizni muhokama qilish uchun tayyorman. Xo'sh, ketdik. Men bilgandim, unga ishonib bo'lmasdi. Jinursen.
Xush keling, endi reja haqida gaplashamiz. Yaxshi, men orqamdan yur qurbaqajon. Yo, bular kim? Xullas, men puli ko'p boboy bo'lganim uchun qishloq yetillardan iborat armiyaga homiylik qilyapman va biz ular bilan imperiyani bosib olamiz. Jinursin, demak biz imperiyani o'z qo'limizga olamiz ekanda. Va jetellar armiyasi buni qanday amalga oshiradi? Seshanbada ular qasrga kirishadi va Groksni o'ldirishadi. Xo'sh, rejamiz shundan iborat. Yaxshi, bu menga yoqyapti. Ha, men aniq ular Groksni kotiga kirib ketishganini ko'rdim. Ana va uysiz boboy ham, lekin nima uchunligini bilmadim. Qani ketdik? Yo, Bernard, ana va pastdagi nima? Rostdan ham bu nima? Menimcha bu suvga o'xshayapti. Tezroq qani yashirindik. Yaxshi, mana boryapman. Ular bu yerga kelishganida ularga kutilmaganda hujum qil. Yaxshi. Va mana armiyamni tezroq berkat. Tezroq, qani tezroq pastga. Jinursin, onalaringni. Bu qanaqa joy? Qo'y, qurbaqajon, qani tez qo'lingni ko'tar. Yo, bratanlar, qandaysizlar? Qani qurolni tez tushir. Nima uchun bu yerga berkinayotganding? Bu boyliklar qayerdan? Bu talonchilik. Qo'y, ehtiyot bo'l, bo'lmasa ko'tingga tiqaman. Bizga po'qo'y. Sen bizga mana shu boyliklarni berasan va shunda biz seni o'ldirmaymiz. Yo'q, boboy. Yo'q, buni qilganingga ishona olmayman. Axir sen gapirishga ham vaqt bermading-ku. Endi po'qo'y, sen baribir Groks imperiyasini sotding va qolgan hayotingni qamoqxonada o'tkazasan. Senga ishonib bo'lmasligini bilgandim. Tezroq bo'l qurbaqa, bo'lmasa tumsoqlar sen bilan shug'ullanadi. Yaxshi. O, xudoyim. Men bu terligini o'tiraman. Qani bu yoqqa kel. Mana shu yerda sen qolgan 50 yilingni o'tkazasan. Nima hazillashyapsanmi? Xo'sh, nima deb o'ylaganding? Idi naxuy korotchi. Yo'q, faqat bu emas. Oy, Jinursin, endi bu yerda uzoq o'tiraman. Jinursin, men qurbaqajon bizani sotadi deb o'ylamagandim. Men uni imperiyaga xizmat qilyapti deb o'ylagandim. Nima, Groks, sen meni qo'yib yubormoqchimisan? Yo'q, shuncha qilganlaringdan keyin, bratan, nima uchun bu ishni qilding? Sen meni eng sevimli jitelim eding. Groks, meni eshit, men umrimda bunday ish qilmaganman. Iltimos, shunchaki meni qo'yib yubor. Pashulni, endi senga ishona olmayman. Agarda qamoqxonamdan chiqishga urinsang, seni o'ldiraman. Nima, axir seni zo'rsan deb o'ylardim. Yo'q, qandaysan bratan, nima bo'ldi? Men Groksdan ancha katta pulni yashirdim va endi 50 yil shu yerdaman. Hech qisi yo'q, buncha yomonmas u. Nima deyapsan? Qarochi, Groksni sevgilisi bilan o'sha ishni qilib o'tirganimda zapal bo'lib qolganman. O'shanda yomon qilgandi-yu Groks. Endi shu yerda 428 yil o'tiribman. 428 yil. 4 2 8. Jinursin, hozir ochlikdan o'lib qolaman. Yo, bratan, ushla, bu seni haftalik ovqating. Jinursin, juda yoqimsiz ko'rinyapti. Yaxshi, hech bo'lmasa esa bo'ladi. Nima? Og'zingga oyog'i. Iltimos, hech bo'lmasa siz menga obuna bo'lib yordam bering. Hozir juda azob chekyapman. Lekin hozir shug'ullanish vaqti. Ya. O'sha voqeadan so'ng qurbaqajon toki Groksni ozod qilmagunicha shug'ullanaveribdi. Ammo Groks yaqin orada qurbaqajonni ozod qilmoqchi emas edi. Shuncha mashqdan keyin o'zimni xuddi temir asbobdek his qilyapman. Menimcha ana o'sha kartoshka nima? Sivat. Qo'y, meni eshit. Reja hali ham o'z kuchida. To'xta, nima haqida gapiryapsan? Men o'sha boboyning shogirdi edim va men qo'riqchini kiyimini kiyib oldim. Yo'q, ketdik. Omad senga do'stim, sen bilan ancha yaxshi vaqt o'tkazdik. Rahmat, senga ham omad. Qo'y, bu qurbaqani haqqob ketyapsan. Groksni ko'rmoqchi. Qurbaqa. Men juda tanimayman. Yo'q, tezroq, men ortimdan yur. Yaxshi, men ortingdan yuryapman. Uni o'ldiringlar. Boz harakat qilyapman, qo'limdan kelmayapti. To'ppochini ol, nima balo yeymisan? U shu yerda edi. Yo'q, Groks, bizni tutolmaysan. Rostdanmi? Yo'q, orqamizda. Qani tezroq tush. 5 daqiqa ertaroq kelganingda edi. O'zi qayerga ketyapmiz? Mana bu ishga emas albatta. Bizni bu yerdan olib chiqishingga ishonaman, Sivat. Jinursin, yo'l yo'q. Jinursin.
Qo'y, boss, to'xtang. Keling, balki u yerga kirmasmiz. Kim biladi, ularda qurollar bordir. Yana 3-4 ta odam olib keyin kiramiz. Menimcha ketishdi. Lekin ular bizni shu yerdaligimizni biladi. Shuning uchun ular eshik orqasida bo'lishi mumkin. Hammasi joyida. Ketdik. Men qo'rqyapman. Hozir ular birdaniga chiqib qolishsa-chi? Senda qurol bormi? Menda qurol yo'q. Bunga qarama, hali yoshlik qilasan. Rostdan ham. Yaxshi, bu eshikda hech narsa yo'q. Yo, xudoyim, nima uchun bu qasr shunday g'alati, a? Iltimos, menga yordam bering. Biz hech qanday yomon narsa qilmadik. Bo'lishni xohlamaymiz. Kechirasizlar, keyingi safar. Va nihoyat bu qo'limizdan keldi. Faqat ortingda qo'riqchi yo'qligiga ishonch hosil qil. Yorug'likni ko'rmaganimga ancha bo'libdi. Qani tezroq orqamdan yur. Qani keting, bu qo'limizdan keldi. Qani endi ketik, seni JT'lar armiyasi bilan tanishtiraman. Menga yoqyapti. Ko'tlaringga tiqaman. Yaxshi qurbaqajon, biz bazaga yetib keldik. Kel endi senga bu yerni ko'rsataman. Mana shu yerda JT'lar uxlashadi va Anilan o'ziga obuna bo'lishni tavsiya qilishadi. Reklama shart emas edi-yu, mayli, obuna bo'ling. Mana shu yerda JT'lar 24 ga 7 mashq qilishadi. Jin ursin, ular juda qattiq mashq qilishyapti. Bizning yagona maqsadimiz bor va bu maqsadimiz Groxni o'ldirish. Yo'q, bu yerda basketbol ham bormi? Yodimdan qoch, tirmizak. Jin ursin. Qo'y, keyingisi menman. Nima, o'ynashni xohlaysanmi? Albatta. Yutqazishingni ko'rishni xohlardim. O'ngda chapda. Men John Wick rejimidaman. Matsuka. Boshqa ham meniki. Matsuka. Иди нахуй. Xo'sh, yigit, kel rejani boshlaymiz. Meni diqqat bilan eshiting barcha JT'lar. Bizga qarshi Groxning bazasi turibdi va biz u yerga kirishni rejalashtiryapmiz. Oliy maqsadimiz Groxni o'ldirish. Uni o'ldirganimizdan keyin lider men bo'laman va o'z shaxsiy imperiyamni yarataman. Grox, biz seni o'ldirishga kelyapmiz. Jin ursin, nima boshqalar qani? Ularni hammasi portlab ketdi. Bu qanday bo'lganini bilmay qoldik. Ko'tilaga tiqaman. Salom Grox, jo'nab ket onangga. Nimaga senga hech narsa bo'lmadi? Ko'tilaga tiqaman. Voy jallod, tezroq qochish kerak. Nima, unda tanklar bormi? Yo'q, men hozir o'lishni xohlamayman. Jonida. Jin ursin. Yo'q, biz uni o'ldira olmaymiz. Bizga reja kerak. Yo'q. Tezroq qochish kerak. Balla, izdivosiya qilyapsanmi, Grox? Chetlarsiz iloji yo'qmi? Yo'q, Grox, o'zingni bos. Kel shunchaki gaplashib olamiz. Balla! Nimaga yana bu yerga keldim? Orolli shargar sayyorasiga tegdi. Xohlaganinglarni qilinglar, jalablar. Bu yerda nimalar bo'lyapti? Menimcha boshqa sivilizatsiyani tanlash kerak. Ebo yoki pechenye. Menimcha Ebo yaxshi bo'ladi. Soliqlar bo'lmaydi deb umid qilaman. Mana sizga Eboning parkurli sivilizatsiyasi. Jin ursin, bu nima? Jin ursin, juda och qoldim. Va menda kojali botinkalar bor. Mayli, sakrashlar bilan ehtiyot bo'lish kerak. Men yana o'sha yoqqa qaytishni xohlamayman. Jin ursin, bu axir juda katta parkurli dunyo-ku. Mayli, bu menga katta tajriba bo'ladi. Xo'sh, o'zimga uy topishga harakat qilaman. Xo'sh, men bu yerdagi eng katta uyning oldiga keldim. Xo'sh, uni o'zimniki qilaman. Menimcha bu yerda allaqachon kimdir yashaydi. Qo'y, meni parkimda nima qilyapsiz? Axir men uni hozirgina sotib oldim. Nima, uyni sotib oldingiz? Men yangiman, shuning uchun nima qilishni ayta olasizmi? Hali bu yerda yangimisan. Uy sotib olish uchun parkur magaziniga borishing kerak. Yana Eboni hurmat qil. U bu yerda parkur bo'yicha chempion. Nima? Ebo parkur bo'yicha chempion? Mayli, xo'sh, o'sha yoqqa boraychi. Xo'sh, mening maqsadim uy sotib olib, parkur bilan shug'ullanish. Menimcha o'sha park yoki uy sotadigan joyni topdim. Qani ketdik.
Parkmi yoki uy sotib olmoqchiman. Salom, qanday uy xohlayotgan bo'lsang o'sha yoqqa borib topshiriqni bajar. Yaxshi, bu do'kon juda ham qiziq ekan. Nima, kichkina uy? Katta uy. Nima, biz uy sotib olish uchun shunchaki sakrasak bo'ldimi? Juda ham qiziq valyuta. Bu juda ham oson edi. Ortimdan yur, mana shu seni yangi uying bo'ladi. Ha, rahmat bratan, aytgancha sizlarda ovqat bormi? Ha, mayli, hech narsa demasdan ketib qoldi. O, balki bu yerda ovqat bordir. Bu nima? Eboning parkurli sivilizatsiyasi haqida ma'lumot. O, menimcha qiziqarli narsa. Eboning parkurli sivilizatsiyasining daraja reytinglari. Xo'sh, ko'ramiz. Boshlang'ich o'yinchilarda kojali botinka, menimcha bu menman. Professionallarda esa temir botinka. Parkur ustalarida esa oltindan. Men ham shunaqasini xohlayman. Va nihoyat parkur chempionida olmosdan. Hozirgi vaqtda bu Evbo. Bu esa nima? Eng yomon o'yinchi keyingi betda. Lol. Bila izdivasi qilasizlarmi? Men Evboni yengib parkurli sivilizatsiyada chempion bo'laman. Men boyib ketib, mazza qilib imperiyani boshqaraman. Qani tezroq majburiy parkur tekshiruvi. Yo, bratan, sen kimsan? Yo, axir bu ovqat-ku. Rahmat bratan, men buni qadrlayman. Hoy, dalboyib kalla. Hattoki bir bo'lak ovqat olish uchun ham parkurda sakrashni amalga oshirishing kerak. Nima, hazillashyapsizlarmi? Boshida ham oddiygina uy olishim uchun meni parkurda sakratdingiz. Endi esa mana shu aynib yotgan sassiq ovqatingizni yeyish uchun ham qurbaqada sakrashim kerak, to'g'rimi? Endi naxo'y bor-ku. Agar yoqmasa seni parkurli qamoqxonaga jo'nataman. Hoy, bratan, mayli, topshiriqni bajaraman. Va men bir bo'lak ovqat uchun bitta sakrashni amalga oshirdim. Bilasizmi nima? Iji naxo'y chempionligingga men ketdim. Jonursin, ovqat shkalam juda ham past. Axir bunaqada o'lib ketaman. To'xta, men qayerdan keldim? Men ana u yerdan keldimmi? Yo'q, menimcha ana u yerdan. Menimcha yo'q, Jonursin, men adashib qoldim. Yo'q, bo'ldi, men tamomman. Voy, kimdir bormi? Kimdir? O, Jonursin, men umuman hech narsa qila olmayman. Nima? Grox? Yo'q, qurbaqajon, anchadan beri ko'rishmadik-a? Yo'q, menimcha bu sarob edi. Men hatto uni ko'rmabman. Nima? Steven? Bratan, bu rostdan ham sensan. Men seni Groxni portlashidan keyin o'ldi deb o'ylagandim. Qo'y, nega jimsan? Qo'y, yo'q. Yo'q, xudoyim, men ochlik shkalam. Men sivilizatsiyani ko'ryapman. Qani endi tezroq, har bir qadamni aniq rejalashtirish kerak, bo'lmasa o'lishim mumkin. O'sha katta uyi bor, qo'shtimni uyida bir narsa bo'lishi kerak. Qani tezroq borish kerak. Sal qo'rqib yiqilib tushardim. Qani tezroq pechkada nimadir bo'lishi kerak. Qani tezroq. O'lgurdik. Yo'q, xudoyim. Sal qolsa o'lib ketardim. Yo'q. Jonursin, bu yana sodir bo'lganiga ishona olmayman. Balki qayta tug'ilishni bossam o'sha yerda. Nima? Men ham shu yerdaman. Yo'q, bu menga yoqyapti. Qani ketdik. Super qahramonlarning qo'nishi ajoyib. Xo'sh, sen kimsan? Mendan xavotir olma. Men parkur sivilizatsiyasidagi eng yomon o'yinchini ko'rishga keldim. Bila, nima uchun eng yomoni menman? Meni qanday parkur qilishimni ko'rmaganmisan? Iji naxo'y. Menimcha parkur ilohi senga bu rolni bergan. Yaxshi, agar shu darajada zo'r bo'lsang, nima qila olishingni ko'rsat. Mayli, kel senga o'zimni eng yaxshi usulimni ko'rsataman. Jonursin, bu nima? 360 gradusda aylanib sakrashmi? Yomon emas. Ammo agar qornim och bo'lmaganida, seni osonlik bilan yutardim. Mayli, bratan, ko'rishguncha. Qo'y, to'xta, menga ozgina ovqat ber. Parkur battle uyushtiramiz. Men albatta chempion bo'laman. Bu gaplarimni eslab qol. Parkur chempioni? Hazillashyapsanmi? Chempion faqat bitta bo'lishi mumkin va axir meni o'z o'yinimda yuta olmaysan-ku. Yaxshi, ko'ramiz. To'xta, ana u nima? Yo'q, nima uchun men orqamdan kelyapti? Bu menga yordam ber, iltimos. Jonursin, tezroq qochish kerak. Qani. Men haqiqiy parkurchiman va hech qanday noob meni yenga olmaydi. Yo'q, u men orqamdan kelyapti. Yo'q, bugun emas. Men bugun o'lmayman. To'xta, bu nima edi? Demak, men professionalga qarshi tura olmayman ekanda. Yaxshi, yana bir marta. Jonursin, ana u yana o'z bor kuchi bilan kelyapti.
Men haqiqiy parkurchiman va hech qanday noob meni yenga olmaydi. Uni yengishni qandaydir yo'li bo'lishi kerak. Jennerson parkur juda ham qiyin ekan. Tushundim. Demak, mana shu yerda professional o'yinchiga aylanishadi. Yo'q, men o'lishni xohlamayman. Qiziq, reytingda darajam oshganmikan? Salom janob, siz professional o'yinchi bo'la oladigan odamni tanimaysizmi? Afsuski yo'q. Parkur maxluqi hammani to'xtatadi. Buni iloji yo'q. Yaxshi, tushunarli. Men o'sha katta uy bor do'stimdan parkurdan o'tishini so'radim. Ko'ramiz, u parkur maxluqini yenga oladimi? Aytgancha uni smargo, qani argo tezroq. Men buni qila olishimga amin emasman. Buni ahamiyati yo'q, qani tezroq. Birodar, men bor kuchim bilan harakat qilyapman. Yo, xudoyim, u meni o'ldiradi. Jennerson yo'q. Hammasi joyda. Men reytingda ko'tarilish uchun yangi reja o'ylab topdim. Reja shunday: men har kuni o'zimga beriladigan ovqatlarni yig'aman. Shunday qilib men ochlik muammosidan qutulib, o'sha maxluqdan qochishga ulgurishim mumkin. Majburiy parkur tekshiruvi. Ha janob, men nima qilishimni bilaman. Yo'q, mana shu yerga sakrayman, mana shu go'shtni olaman. Xayrli kun janob, rahmat. Lekin menimcha bu ovqat bilan ham kun bo'yi och qolmasdan yura olmayman. Jennerson, mana shu go'shtni pishirishni yo'lini topish kerak. Balki mana shu daraxtni choparman, a? Voy, parkur sivilizatsiyasida bloklarni sindirish man etiladi. Yaxshi, hech kim ko'rmayotganida mana shuni. Voy, men senga hozir nima dedim? Keyingi safar seni qamoqxonaga tiqaman. Jennerson, rejam umuman ish bermayapti. Menda bir g'oya tug'ildi. Men shunchaki o'z verstagimni sindirmoqchiman. Menimcha u buni ko'rmaydi. Axir u meniki-ku. Hammasi joyida. Men xavfsiz joydaman. Yagona qiladigan ish mana shu go'shtni pishirish qoldi. Jennerson, yana ochlikdan o'lyapman. Qani tezroq borish kerak. Hammasi joyida. Buni uddaladik. Endi esa pishmagan go'shtni qo'yamiz, verstak bilan uni yoqamiz. Mana. Endi esa bemalol o'sha maxluqni yangi professional parkurchi bo'lishimiz mumkin. Qo'y, nima qilyapsan? Menmi? Onangni qidirayotgan edim. Meni tutolmaysan. Men seni qanday qilib verstakni sindirganingni ko'rdim. Bu taqiqlangan. Qo'y, meni tutolmaysan. Voy, Jennerson. Hammasi joyida. Yagona qilinadigan ish bu ibodatxonaga borish. Men buni uddaladim. Men seni parkur qamoqxonasiga yuboraman. Ana unga qara, axir u sen onang-ku. Nima, rostdanmi? Haqiqiy lo'q. Xo'sh, endi eng qiyini qoldi. Qani maxluq, kela qol. Men haqiqiy parkurchiman va hech qanday noob meni yenga olmaydi. Yaxshi, oldingiga qaraganda tezroq sakrayapman. Agar yuqoriga ko'tarila olsam, professional parkurchi bo'laman. Sen professional bo'la olmaysan. Men seni o'ldiraman. Jennerson, juda ham hayajonlanyapman. Yana qancha qoldi? Yo'q, u allaqachon orqamda. Qani tezroq. Mana shu zinalardan o'tsam bo'ldi. Jennerson, oz qolyapman. Jennerson, qani. Qoyil, Pachol qo'y, men yutdim. Balki bu jangda yutgandirsan, ammo urushda emas. Sen hali sivilizatsiyani himoya qilishga tayyor emassan. Idina qo'y. Bu maxluqni yenganimga ishona olmayman. Mayli, kelinglar tepada nima borligini ko'ramiz. Meni darajam oshibdi-ku. Menimcha biz yutdik, shuning uchun obuna bo'ling. Professional bo'lish vaqti keldi. Bu nima? Lavadan sakrash kerakmi? Men uchun juda oson. Uloqtirgichlar? Juda g'alati. Mayli. Endi menda temir etiklar bor. Bu loyni tashlab yuboramiz va mana bu juda chiroyli etiklarni kiyamiz. Vau, endi men professionalman. Va nihoyat iltijolarim amalga oshdi. Va nihoyat yeyish uchun narsa bor. Qiziq, qani o'sha sivilizatsiya? Bu nima? Menimcha kitob. Hamma uchun xabar. Qiziq. Hozirda men Eboning parkurli sivilizatsiyasida professionalman, ammo men darajamni ko'targanimdan beri orqamdan bir nima quvlab yuribdi va u har doim men daraja ko'tarmoqchi bo'lganimda izimdan quvlaydi. Agar siz buni o'qiyotgan bo'lsangiz, men allaqachon o'lgan bo'lishim kerak. Xo'sh, keyingi betdachi? Ehtiyot bo'ling. Darajamni ko'tarishda biroz qo'rqib qoldim-ku. Lekin menga dahshatli darajada bu sivilizatsiya haqida bilgim kelyapti. Bu joy juda ham aql bovar qilmas-ku. Bu haykallar menga yoqmayapti. Mana shu o'rtada men turaman. Haqiqiy professional hayotida yashash vaqti keldi.
va yana super qahramonlarning qo'nishi. Va parkur sivilizatsiyasidagi eng yomon o'yinchi professional bo'ladi deb o'ylamagandim, ammo sen hech qachon parkur ustasi bo'la olmaysan. Pashol naxuy, tushundingmi? Professional bo'lish vaqti keldi. Janob, parkur sivilizatsiyasidagi eng yomon o'yinchi juda ham tez ko'tarilyapti. Xavotir olma, u hali parkurga tayyor emas. Vau, bu yerdagi uylar juda ham ajoyib. Bittasini sotib olishga juda ham qiziqib ketyapman. Jennerson, endi yangi 2 qadamli sakrashlarga qo'nish kerak. Men pastki darajani ko'ryapman. Bilasizmi, men tepadagi darajaga chiqqan bo'lardim-ku, lekin biroz tanaffus qilamiz. Tinchgina va xavfsiz yashaymiz. Qiziq, eng tepada nima bor ekan-a? Keyinroq o'ylab ko'raman. Hozir esa uy sotib olmoqchiman. Men biroz sakrab chiqdim va uy sotiladigan joyni topdim. Bu yerda kimdir bormi? Ha, janob, men sizga hoziroq yordam beraman. Men uy sotib olmoqchiman. To'xtang, siz biroz eng yomon o'yinchiga o'xshab ketasiz ekan. Ha, mayli, o'zingizga kerak bo'lgan uyning oldiga boring. Nima uchun eng yomon? Axir men professional bo'ldim-ku. Ha, mayli, ahamiyati yo'q. Xo'sh, bitta uy. Bu yerda ham xuddi shu narsa. Uchta sakrash. To'xta, bratan, sen meni aldamaysan, to'g'rimi? Ont ichaman, aldamayman. Mayli, nima bo'lganda ham. To'xta, bu nima? Nima uchun men qidiruvdaman? Men nima qildim? Lekin o'ylaymanki, bu odam meni tanimadi. Shoshilmasdan tanlayvering. Men mana bu yo'q. Keling, mana shuni sotib olaman. Endi meni uyimga kuzata olasizmi? Ha, albatta, ortimdan yuring. To'xtang, savolimga javob bering. Mana bu e'londagi yigit kim va u nima qildi? U nublar sivilizatsiyasida professional o'yinchini o'ldirdi. Adashmasam, uni tagidagi blokni sindirib, pastga tushirib yuboribdi. Ana u tupoymi? Aytchi, men unga o'xshaymanmi? Balki. Nima, u shu darajada tupoymi? Biz sizning yangi parkur uchun mo'ljallangan uyingizga yetib keldik. Keling, sizga ichkarini ko'rsataman. Katta rahmat. Yo'q, bu o'sha boshlang'ichlarning uyidan 10 marta yaxshiroq-ku. Xo'y, aytchi, o'sha o'yinchi haqida yana kimlar biladi? Deyarli hech kim. Faqat men va politsiya va ular yaqinda qidiruvni boshlashmoqchi. Va bu narsalar tugagandan keyin uni qamashmoqchi. Mana shu bilan uy ekskursiyasi tamom, qurbaqajon. Katta rahmat. Yo, xudoyim, odam shu darajada tupoy bo'lishi mumkinmi? U haqiqiy tupoy. Qiziq, professional o'yinchi o'lganidan keyin nima bo'ladi? Sen o'lganidan keyin sirraza pastki darajaga tushasan. Yo'q, axir bu sensan-ku, eng yomon o'yinchi. Mayli, men ketdim. Nima? To'xta, seni kundalik mashg'uloting nima? Nima? Yo'q, xudoyim. Buni kutmagandim. Xayr. Demak, mana shu yerda qilingan topshiriq uchun ovqat olaman. Men boya qandaydir yigit mana shu tugmani bosganini ko'rdim. Xo'sh, boshlang'ich o'yinchilarni ovqatlantirish, Jennerson. Menda bitta stek bor. Oho, mana qanday qilib professionallar topshiriq bajarishadi. Xo'sh, tanla, mana bu yoki mana bu. Ajoyib variant. Xo'sh, qaysi birini tanlaysan? Qizil yoki ko'k? Bugungi topshirig'im fermada bo'lish. Meni yagona vazifam moblar parkur qilishini nazorat qilish. Qani molcha, molbek, qani olg'a, sen buni uddalaysan. Yo'q, mana buni qaranglar. Ovqat parkur qilyapti. Bo'lishi mumkin emas. Xo'sh, kengisi kim u? Cho'chqajon, qani kel. Qani tezroq shunchaki parkur qil. Yo'q, qo'y, boshqa tomonga ketyapsan, ana u yerga. Qo'y. Nima, to'poymisan ana u yerga? Malades. Iltimos, meni o'ldirmang, men qo'rqaman. Meni ish. Nima uchun bunday o'zingga ishonching yo'q? Qani olg'a, bo'lmasa seni o'ldiraman. Hozir o'laman ko'p. Tovuqxonim, ishonchim komil, o'g'lingizga hech narsa qilmaydi. Voy onangni. Mayli, so'zlarimni o'zimga qaytarib oldim. Hammasi joyida, xavotir olmang. O'g'lingiz endi eng yaxshi joyda. U har doim biz bilan bo'ladi. KFC? Yo, menga 10 ta pishirilgan go'sht berishdi. Bu menimcha yaxshi. Mana bu esa yomon. Parkur politsiyachilari. Endi bu yerdan sezdirmasdan qochishim kerak. Jennerson, nima ular ham yo'q qilishdimi? Billahi, to'yimga ham. Menimcha berkinib olsam hech narsa bo'lmaydi. Lekin men parkur chempioni bo'lmoqchiman. Meni hech narsa to'xtata olmaydi. To'xta, ana u nima? Kitobmi? Qiziq, u yerda nima yozilgan ekan?
Endi sen darajangni ko'tarishing kerak. Bo'lmasa ular seni parkur qamoqxonasiga tiqishadi. Juda ham ehtiyot bo'l, bo'lmasa ular seni o'ldirishadi. Xo'sh, menimcha daraja ko'tarishdan boshqa ilojim yo'q. Qiziq, u yerda nima bor ekan? Va biz o'sha yigit kimligi va uni nima o'ldirganligini bilishimiz kerak. Qani olg'a. Ertami kechmi politsiya meni topadi. Qo'y, qaqqa ketyapsan. Seni parkur sivilizatsiyasi qonunlari bilan to'xtataman. Qani bu yoqqa kel. Ko'tingga tiqaman hozir. Qochishni to'xtat. Meni tutolmaysiz. Onangni seni qaqqa ketyapsan. Qanday sekin yurmayapsizlar, nima sumbastrofonisizlarmi? Elektroshoker bilan og'zingga tiqaman. Bashol qo'y, qamoqqa ketmoqchi emasman. Qaqqa, rosa maza qilasan o'tda. Negirlar bor. Nima? Qilishim kerak bo'lgan yagona ish tepaga chiqish, meni tinch qo'yinglar. Voy jallod, bu nima? Yo'q, men yashashni xohlayman. Bu nima o'zi? Parkur arvohimi? Mana o'sha xabarda nima yozilgan ekan? Voy bila. Jennerson, men endi bu yerdan qanday o'taman? U axir o'sha yerda turibdi. Yaxshi, menimcha u ketdi. U har qanday sekundda paydo bo'lishi mumkin. Shuning uchun tezroq tuyoqni shiqillatish kerak. Mana shunday. Yo'q. Faqat meni yonimga kelma. Iltimos, faqat meni yonimga kelma. Jennerson. Va Jennerson uning yonidan qanday o'taman? Idi naqoy. Ko'tingga tiqaman. Jennerson, yo. Voy Jennerson, hali 5 minut ham o'tmadi-ku. Qanday qilib tez chiqdi? U allaqachon shu yerda Jennerson. Tezroq qochish kerak. Meni ruhlarni azoblantiring, iltimos. Qandaydir musiqa qo'yasizmi, iltimos? To'g'ridan to'g'ri silizga va super qahramonlardek qo'nash. Jennerson, tizam og'rib ketdi. Qayli mayli sakraymiz. Biz buni uddalaymiz. Yo, xudoyim, unaqadar tezkor. Qani shunchaki zanjirlar bo'ylab sakra. Qo'y, menga xalaqit bermadi albayob. Menga xalaqit bera olmaysan, chunki menda parkur bo'yicha 100 IQ bor. Yaxshi, oxirgisi qo'ygan. Idina qo'y. Omon bo'l. Bo'qkalla. Yo, xudoyim, sal qolsa siyib qo'yardim. Demak, o'sha xabarda aytilgan narsa shu edi, lekin o'sha yigit buni qanday qilib menga yozib berdi tushunmadim. Mayli, menga po'xo'y, qani davom ettiramiz. Xo'sh, parkur ustasi bo'lish vaqti keldi. Xo'ba, va oltin etiklar, qani olg'a. Xo'sh, xayr temir etiklar va salom oltin jonlar. Va unaqadar chiroyli. Xo'sh, men endi aniq parkur ustasiman. Yo xudoyim, bu qurbaqajonni dublyaj qilib qanday charchaganimni bilganingiz edi. Shuning uchun bizni kanalimizga obuna, like va donat qilishni unutmang. Tez orada men bu yerlarda parkur chempioni bo'laman va o'sha olmos etiklar meniki bo'ladi. Bu joy juda aql bovar qilmas. Yo'q, ko'priklar, trampolinlar, 3 ta blokdan, Jennerson, zerikib ketmadingmi shunda? Qurbaqajon, parkur ustasi bo'ldingmi? Mayli, sen bilan chempionlik uchun kurashdagi o'yinimizda ko'rishamiz. Sen albatta yutqizasan. Ijina qo'y, men hech qachon yutqazmayman. Sen tamom bo'lding. Mayli, bunchalik tez bo'ladi deb o'ylamagandim. Agar meni yutsang, yangi parkur chempioni bo'lasan. Bu sen aniq tamomsan. Chunki men hozir mingta chivinni yeyishga tayyor qurbaqadek yetikman. Mayli, qani boshladik. Bir nechta o'tli bloklar juda oson. Orqangga qara, bu. Hozircha hammasi juda oson. Wow, oraliq masofalar kattayapti-ku. Mayli, Jennerson, bu haqiqiy chala sprinterga o'xshaydi. Bu nima? Saqlanish joyi? Mayli. Mayli, meni sakrashlarim bilan ehtiyotkor va tez bo'lish kerak, bo'lmasa o'yin men uchun tamom. Nima bola, energetik ichib olganmisan? Mayli, men shunchaki ehtiyotkorlik bilan bu sakrashlarni amalga oshirishim kerak. Nima, axir u g'iromlik qilyapti. Mayli, agar men uni yutsam, Anilan kanaliga obuna bo'lasiz. Xo'ba, super qahramonlarning qo'nishi. Savatda nima qilyapsan? Hozir senga ko'rsatib qo'yaman. Xo'sh, saqladik. Yo. Jennerson, rasaymahani ko'ziga. Super qahramonlarning qo'nishi. Xo'sh, yashil yoki qizil? Men qizildan yurishim kerakligini ich-ichimdan sezyapman. Hop. Bu to'g'ri yo'l.
Ha, bosdik. Yo, bu ko'tingga tiqaman borsam. Yo, xo'sh. Men chempion bo'lishim kerak. Bu topshiriq oson emas. Ha, mayli, keling urinib ko'ramiz. Yo, men buni qildim. Yana bir marta. Yo, qani ketdi. Bugun aniq yutqazmayman. Yo, sakraymiz. Ey. Yo, sal qo'shib qilardim. Lekin bu deyarli oson. Qiziq. Kelinglar, balki yo'lni qisqartiraman. Xo'sh, 360 gradusli sakrash qoyil o'xshadi. Nima? Qo'toq. Mayli. Xo'sh, ba'zi qorlar haqiqiy, qolganlari ko'tga tiqar. Xo'sh, mayli. Sekingina Jennerson. Jennerson sovuq juda ham. Naqadar asabimga tegyapti bu narsalar. Jonida, tonangni. Jennerson! Men axir juda yaqin edim. Xo'sh, men keyingi darajadaman. Yo, bu hali ham shu yerda. Demak, biz undan o'tib ketishimiz mumkin. Qani olg'a. Xo'sh, Jennerson, bu qiyin. Sakraymiz. Jennerson yonyapman. Jennerson. Ana sekin asta tushib ketdi Jennerson. Janob, Jennerson hozir yonib ketaman. Sakraymiz. Yo, bu bizdan ortda. Qani olg'a. Jennerson, yonyapman. Yo'q, ikkita blokdan bunday qilib sakrash, buni umuman iloji yo'q-ku. Buni imkoni yo'q-ku, Jennerson. Bu hozir menga yetib bo'ladi. Lekin qandaydir yo'li bo'lish kerak. Men tavakkal qilishim kerak. Qani olg'a. Men juda ham ko'p vaqt yo'qotyapman. Yo, Jennerson, axir bu yerda baryer bor ekan. Qani tezroq sakraymiz. Checkpoint. Yo, u yiqilib chiqdi Jennerson. Eshak. Bir nechta sakrash va men chempionman. Bo'lishi mumkin emas. Sen meni rostdan ham yutding. Eng yomon o'yinchi bunday qila oladi deb hech qachon o'ylamagandim. Mana, meni butsilarimni ol. Endi sen haqiqiy yangi chempionsan. Sen bilan bellashish men uchun ham sharaf edi. Men endi yangi sivilizatsiya chempioniman. Jennerson, axir bu mening eng sevimli jiterim. Olovli shar yer sayyorasiga 20 sekunddan so'ng tushadi. Nima? Men hech narsaga tushunmayapman. Nega? Buni sivilizatsiyasida emasman. Mayli, bu muhim emas. Menimcha pechenyelar qirolini sivilizatsiyasiga borish vaqti keldi. Nima? Men qayerdaman? Nega sivilizatsiyada emasman? Nima bu? Katta pechenyami? Axir men hozir qulayman-ku. Yo'q, bo'lishni xohlamayman. Wow! Jennerson, bu qanaqa joy o'zi? Yo, xudoyim, bu nima, sutmi? Nima bor, bu yerda hamma narsa pechenyedan qilinganmi? Aql bovar qilmaydi. Menimcha men pechenye sayyorasidaman. Va menimcha bu pechenyelar hukmdorining uyi. Yo, daraxt nima, chupa-chupsdan qilinganmi? Agar pechenye blokini sindirsak, menga pechenye tushadi. Yana oltinmi? Xo'sh, ko'raylikchi. Yo, ulardan boshqa narsalar ham tushyapti. Ular xuddi lucky bloklarga o'xshaydi. Bu endi meni yagona ovqat manbayim. Kelinglar, yaxshisi, pechenyelar hukmdorining sivilizatsiyasini qidiramiz. Xo'sh, balki mana bu narsa menga nimadir ko'rsatar. Xo'sh, bizda sutli shashara, zanjabilli kvars yo'q, kerakmaydi. Pechenyelar qirolligi va shahri. Menimcha qiziqarli bo'ladi. Balki u yerda yangi do'stlar orttirarman. Siz esa obuna bo'ling. Jennerson, buncha ko'p pechenyelar hukmdorining haykali. Menimcha u bu yerda katta ahamiyatga ega. Wow, sutli shashara. Xo'sh, bu juda ham ajoyib. Qani bir ichib ko'ray. To'xta, unutibman, axir Minecraftda sut ichish mumkin emas. Yaxshi, menimcha yaqin qoldi. Hammasi joyida. Biz yetib keldik. Jennerson, bu juda mazali ko'rinyapti. Men u yerda shirinliklar yugurib yurganini ko'ryapman. Salom sayohatchi, pechenye shahriga xush kelibsan. Yo, katta rahmat. Xo'sh, keling, bu shaharni ko'rib chiqamiz. Yo, bu juda ham ajoyib-ku. Kichkina pechenyelar u yoqdan bu yoqqa o'ynashyapti. Menimcha ular juda band ko'rinyapti. Keling, men ham o'zimga ish topaman. Xo'p, pechenye, qayerda ish topish mumkinligini bilasanmi? Kechirasiz, men shoshayapman. Men mana bu shakar litsenziyasini olib borishim kerak.
Xo'sh, balki mana shu yerda sotuvchilar meni ishga olar. Xo'y, kostyumli pecheniya bu yerda nima qilasan? Men senga xohlagan narsangni sotaman. Yo, bratan, menga ham biznes yoqadi. Juda mazali. Nima balo izdivasiya qilyapsanmi? Qara tez do'konimdan yo'qol. Yo, salom pecheniya, menga ish topiladimi? Shakar qamish fabrikasiga xush kelibsiz. Sizni qiladigan ishingiz chupa-chupslarni pecheniya hukmdoriga olib borish. Nahotki chupa-chupslar pecheniya hukmdoriga olib boriladi? Xuddi shunday. Xo'sh, nega? Chunki bizning sayyoramiz katta chupa-chups, soatiga 170 ta chupa-chups olib borasan. Mayli, menga bu ish yoqyapti. Xuddi pecheniya tayyorlashga o'xshaydi. Chupa-chupslarni pecheniya hukmdorini oldiga olib borib, juda boy bo'lishiga qaramay, boy qilish vaqti keldi. Hoy, qadrdonim, qani menga tezroq chupa-chupslarni tashla, men ularni yemoqchiman. Xavotir olma, menda ulardan juda ko'p. Menimcha sen yangi kelgan va juda badbashara ekansan. Aha, pashol naxoy. Qani tezroq hukmdorga olib bor. Ha, albatta, men ularni pecheniya hukmdoriga olib boraman. Hukmdorni juda ko'rgim kelyapti. Xo'sh, mayli, ish kuni tugadi, meni lov qilib 30 ta chupa-chups berishdi. Mayli, nima bo'lganda ham hamma pecheniyalar o'z uyiga borishyapti. Mayli, men ham bora qolay. Uylar tekin, naqadar ajoyib sivilizatsiya. Xo'sh, bizda shokoladli kravat, sandiq va u hukmdor deb yozilgan pecheniya hukmdorini rasmi. Mayli, borib uxlay. Axir bugun juda charchadim. Yaxshi, xayrli tun do'stlar. Ertaga ko'rishguncha. Mana shu shovqin qiluvchi qo'shinlar jonimga tegdi. Yana dirayapsizmi? Nimalar bo'lyapti? Tezroq shoshiling. Pecheniya sayyorasida urush bo'lyapti. Pecheniyalarning izidan borganim ma'qul. Qirollikka borishimiz kerak. O'zi biz bilan kim urushyapti? Bu boshqa sayyora. Ular bizniga yetmoqchi. Jin ursin. Kechirasiz, bilaman buni mavrida emas, lekin atrofimda yugurib yurgan mazali pecheniyalarga qarang. Menimcha ular boshqa shaharlardan. Biz jang qilamizmi? Biz pecheniya sayyorasini himoya qilishimiz kerak va shahrimizni ham. Yo, bu juda dahshatli. Shuning uchun sizni pecheniya armiyangizga qo'shilaman. Janob, 69 milliondan ortiq pecheniya bu sayyora uchun kurashyapti. Biz bu urushda yutqazmaymiz. Hammasi joyida. Menimcha biz pecheniya qirolligimizga yetib keldik. Jennerson juda katta ekan. Qani olg'a, ko'tiga tiqinglar. Diqqat barcha pecheniyalar. Biz Chef Powerlar deb ataluvchi sayyora bilan jang qilmoqchimiz. Chef Powerlar mendan tashqari hamma pecheniyani yeyishmoqchi. Bir necha soat o'tganiga qaramay aholi soni 4 millionga qisqardi. Chef Powerlar bizni yeb ulgurmasidan har bir pecheniya sayyora uchun kurashishi kerak. Yo, kelinglar biz ham tayyorlanamiz. Nima bo'lishidan qat'iy nazar bu sayyorani himoya qilaman. Xo'sh, boshqalarning izidan boraychi. Aytgancha obuna va donatlarni unutmanglar. Sen osmonda jang qilasan, agar seni asirga olishsa, qirollik qayerdaligini aslo ayta ko'rma. Sen yerda jang qilasan, idina qo'yindi. Sen urushda jang qilasan. Mayli, davom etamiz. Jennerson, nimagadir bu urush meni xavotirga sola boshladi. Bu meni birinchi jang qilishim bo'ladi. Xo'sh, chiqib ketdik. Yo, Jennerson. Hozir nima bo'ldi o'zi? Xo'sh, qani kelinglar. Men bilan jang qilmoqchimisan? Qani bu yoqqa kel. Menga pecheniya ber. Men juda mazali pecheniya xohlayman. Bratan, mabodo tup qo'ymasmisan? Men pecheniyani sevaman. Men pecheniyani sevaman. Qani menga tezroq pecheniya ber. Men pecheniyani sevaman. U og'izda erib ketadi. Yo'q, menga yaqinlashma. Meni oilam pecheniya yeydi. Men esa pecheniya sayyorasini yemoqchiman. Yo'q, oldin meni yengib ol, Chef Power. Sen meni jonimga tegding.
Nima voy jalla? U qanday bunchalar katta Men bo'ldi? nonushtaga pechene xohlayman. Qo'y, bu yerda yo'qol, menga yaqinlashma. Bunday qilishni hatto o'ylama ham. Yo'q. Xo'sh, jonim hali bor. Yo'q, menga Men yaqinlashma. tushlikka ham, kechki ovqatga ham pechene yemoqchiman. Bilaman, hozir mavrid emas, lekin iltimos tezroq obuna bo'ling. Qo'y, menga kimdir yordam bermaydimi? O'zi nimalar bo'lyapti bu yerda? Yo'q, hazillashyapsizmi nima buni? Ular juda ham ko'p. Yo'q, xudoyim, biz ularni yega olmaymiz. Qani tezroq, hammamiz chekiramiz. Jennerson, ularning afzalliklari bizdan ko'pligi. Jennerson, hamma portlashdan o'lib ketdi. Qani tezroq qurbaqachon qochishimiz kerak. Jennerson o'z divacha qilyaptimi? Hatto o'qlar ham ish bermayapti. Qurbaqachon biz lagerga qaytishimiz kerak. Qani Men tezroq. pechene xohlayman. Qani tezroq yigitlar, meni kemamga o'tiring. Ular allaqachon sizning orqangizda. Bizda umuman vaqt yo'q. Jennerson hozir bizga Nautidan hujum qiladi. Xavotir olma, u bilan o'zim shug'ullanaman. Bum, qani ketdik. Idi, nahoy. Bu juda yaqin edi. Hozir qayoqqa ketyapmiz? Biz bazaviy lagerimizga uchyapmiz. Ammo men yutamiz deb o'ylamayman. Tushunmadim, nima demoqchisan? Pechene sayyorasi paydo bo'lganidan beri bunday kuchli raqib bilan jang qilmagandi. Menimcha yagona chora bu yerdan tuyoqni shiqillatish. Yaxshi, tushunarli. O'zi qancha pechene qoldi? Ular ko'p emas. 24 soat ichida aholi soni 80% ga qisqardi. To'xta, pechene hukmdori-chi? U jangda qatnashadimi? Yo'q, pechene hukmdori jangda qatnasha olmaydi. Agar mabodo qaysidir Chef Power pechene qurolini yeb qo'ysa yoki o'ldirsa, butun sayyora yo'q bo'ladi. Hozirda u maxsus qo'riqlash xizmati bilan birga. Qurbaqajon, biz deyarli yetib keldik, orqamdan yur. Aminmisan? Men hech narsani ko'rmayapman. Bu yer biroz sirli bo'lishi mumkin, ammo bizni Chef Powerlar topib yeb qo'yishini xohlamaymiz-ku, to'g'rimi? Tayyormisan? Nima? Rostdan ham sutga sakraymizmi? Ha, mayli, qani ketdik. Bu sayyora juda chiroyli va juda xavfli. Qo'y, yigitlar, biz qaytib keldik. Tabriklayman. Kelinglar chakishamiz. Xo'sh, topshiriq qanday bo'ldi? Ko'rib turganingdek, topshiriq omadli bo'lmadi. Faqat ikkalamiz tirik qoldik. Sayyora ko'tiga tiqilyapti va umid qilamanki, pechene hukmdori bilan hammasi joyida. Ha, ishlar chatoq degin. Qo'y, bola, bu yoqqa kelinglar. Mana bu bola bizga qurol qilyapti. Xullas, men barcha turdagi Chef Powerlarni o'ldira oladigan qurol yasadim va mana men uni ajoyibi, men uni pechene tiqar deb nomladim. Naqadar ajoyib. Juda ham ajoyib ko'rinyapti. Vau, prosta bomba. Menga ham bitta ber. Men ham xohlayman, menga ham ber. Bu pechene tiqarlar naqadar ajoyib. Chef Powerlarni ko'tiga tiqishga sabrim chidamayapti. Ha, ularni ko'tiga tiqamiz. Qo'y, o'qlarni ham oling. Tezroq ularni ko'tiga tiqaylik. Xo'sh, Chef Powerlarni ko'tiga tiqishga tayyormisizlar? Men tayyorman. Diqqat. Pechene hukmronligi xavf ostida. Qani olg'a, sabrim chidamayapti. Qilishimiz kerak. Kelinglar, buni qilamiz. Qani kelinglar, mani Chef Power jonlarim. Hammanglarni ko'tinglarga tiqyapmiz. Mana sizlarga Egin, Nakoy, Pacho, Nakoy, salom gigant. Qani endi ketdik, hozir. Hammasi joyida. Biz shunchaki pechene hukmdori bilan hammasi yaxshi ekanligini tekshirishimiz kerak. Hammasi pechene hukmdori uchun. Salom, meni pechene armiyam. Bu Chef Powerlar meni hamma yoqdan qidirishyapti. Men hukmronlik rejimini yoqishim kerak. Nima? Yana qanaqa rejim? Tushuntirishga vaqt yo'q. Sayyorani qutqarish kerak. Yo'q, hukmdor, bu qo'yil, xuddi xirabinday. Yo'q, u qayerga ketdi? Yo'q, ular bostirib kelishyapti. Qani olg'a, biz ularni to'xtatishimiz kerak. Nima? To'xta, hammasi joyiga qaytdimi? Pechene hukmdori. Ajoyib ish, Qurbaqajon, xizmating uchun rahmat, lekin endi ketishing kerak. Muammo bo'lishi mumkin emas. Sizni dublyaj qilish, kechirasiz. Sizni sayyorangiz uchun jang qilish men uchun sharaf. Bilasanmi, meni sayyoramni dublyajida sen bo'lmaganingda muammolar yo'q edi. Men sizga shuncha yordam berdim-ku. Nima bo'ldi? Olovliklar yer doirasiga tushadi. Nima deyishni bilmayman. Xohlagan ishinglarni qilinglar. Pashona qo'ying. Yo'q. Bo'lishi mumkin emas. U nima uchun menga bunday qildi? Endi nima qilaman? Sivilizatsiya ham qolmadi. Menimcha o'laman.
Bu safar aniq tomonman. Jonurson, bu nima? Fazo kemasimi? U nega bu yerga uchib keldi? Wow, yomma-yo. Menimcha bu narsa bilan bu yerdan tuyog'imni shiqillata olaman. Yer sayyorasi 5 daqiqadan keyin portlaydi. 4, 3, 2, 1. Endi nima? Hech nima, men sayyoradan qochib keta oldim. Qiziq, mana bu fazo kemasi meni qutqarish uchun keldimikan? Mayli, nima bo'lganda ham obuna bo'ling. Xo'sh, keling, soatiga 200 kilometrda bu yerdan suramiz. Kriston, meni eshityapsanmi? Ha, men shu yerdaman, Bronet. Nimani ko'ryapsan? Ajoyib, ajoyib. Men bu yerda juda katta bir xonani topdim. O'ylashimcha, u qaysidir asteroidga ham tegishli emas. Bronet, men tushunmayapman. Qanday qilib asteroid zarbasidan keyin qandaydir inshoot saqlanib qolishi mumkin? Men ham tushunmadim, ammo bu yerda bir nechta bloklar bor. Pechenya bloklari, panjara bloklari, qandaydir qurigan daraxtmi? Ha, menimcha shunday dalillarni to'pladim. Bronet, kemada nimadir sodir bo'lyapti, lekin nimaligini tushunmayapman. Jimmy, hazil qilishni to'xtat. Bronet, men rostdan aytyapman, kemada qandaydir qishloq detallari bor. Voy jalla, axir qishloq detallari qirilib ketgan-ku. Nima deyapsiz? Soliqlar? Men hech qanday soliqni bilmayman. Hoy, nimalar qilyapsiz? Nima? Yana qanaqa qurbaqajon?